Navbatdagi Malibu 2.4 tayyor holatda. Bu avtomobilimizga yangi masli primer tablolarni ustunovka qilib berganmiz. Hamda o'rtada ekranlarga bitta boshqa prochivka temasini almashtirgan prochivka qilib berdik. Tablo o'z o'rnida, o'z joyida ishlaydi, programma qilingan, o'zlarining probeglari chiqarilgan, 52.900 kam yurgan kito'ragan, rulazini yaltirgan, kesir yengida beramiz xohlasa. Tablodagi funksiyalarni ko'rsatib o'tamiz. Hop, performans funksiyalarini ham ma'lum bir keraklilarni ekranga chiqarib qo'ydik. Qo'yancha zarilmasliklar, korobka moling temperaturasi, 0 dan 100 ga chiqishini o'lchashi, mana akkumulyator bo'ldi. Bu yerda chiqdi. Mana bu yerda kichkina ekranchasini ham ko'rsatadi. Bu ham almashadi. Bir qancha funksiyalari bor. Hammasi o'z o'rnida ishlaydi. Hamma daniylarni o'qiydi. Muammosiz ishlayveradi xohlasa. Hop, bu yerda mana bu ekrandagi menyularni ham almashtirsa bo'ladi. Pastiga tushamiz. Unga chapga mana bu tomonlarni ham o'zgartirsa bo'ladi. Xohlasa tayyor, programma qilib o'rnatiladi. Prosta o'rnatib qo'yilmaydi. Xizmatda bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol. Hop, mana bu yerda yana qaranglar. 6 ta funksiyasi bor. Hammasi yoqilmagan, o'chirib qo'ydik dedik. Ma'lum birlarini yoqib qo'yganmiz. Mana ko'rasizlar. Hopda funksiyalarni yoqib qo'ysa bo'ladi. Bu performans funksiyalari sifatli, mana infodan keyin chiqadi. GeForce. Xullas, xizmat bo'yicha aloqaga chiqaveringlar. Tablo garantiyali. Qo'l ishlaydi.